Hukmdor Nikola Machiavelli 17-bob. Zulm va shafqat haqida. Raiyat hukmdorni sevgani afzalmi yoki undan qo'rqqanimi? Yuqorida aytib o'tilgan boshqa sifatlarga o'tar ekanmiz. Shuni aytmoqchimanki, har bir hukmdor berahm emas, muruvvatli podshoh deb nom chiqarishni istaydi. Biroq muruvvatni ham suiiste'mol qilmaslik kerak. Ko'pchilik Chareze Borjani shafqatsiz der edi. Biroq u ana shu shafqatsizlik bilan Rimantiyada tartib o'rnatdi. Uni birlashtirdi, tinchlantirdi va bo'ysundirdi. O'ylab ko'rilsa, u berahmlikda ayblashlaridan qo'rqib, Psyotayanni vayron qilishlariga qo'yib bergan Florensiya xalqidan ham ko'ra ko'proq muruvvat ko'rsatdi. Shuning uchun hukmdor raiyatni o'ziga bo'ysundirib turmoqchi bo'lsa, berahmlikda ayblashlariga parvo qilmasligi kerak. Hukmdor odamlarni bir necha marta jazolasa, ortiqcha muruvvat ko'rsatib, tartibsizlikka yo'l ochib berganlardan ko'ra ko'proq muruvvat ko'rsatgan bo'ladi. Chunki talon-taroj va qotilliklarga olib keladigan tartibsizlikdan butun aholi jabr chekadi. Hukmdorning jazolaridan esa bir necha kishi qiynaladi xolos. Yangi hukmdor boshqa har qanday odamdan ko'ra berahmlikda ko'proq ayblanadi. Chunki yangi hokimiyatga juda ko'p xatarlar tahdid soladi. Berlining Didonaning tilidan shunday deydi: Saltanatimiz yangi xatar katta, faqat shugina sarhadlarni himoyalashga meni majbur qiladi. Biroq yangi hukmdor duch kelgan gapga ishonaverishi, gumonsiraverishi, salga jazolayverishi kerak emas. U har bir ishda o'zini vazmin tutishi, ehtiyotkor, muruvvatli bo'lishi lozim. Toki ortiqcha ishonuvchanlik g'aflatga olib bormasin. Ortiqcha gumonsirash esa fuqarolarning g'azabini keltirmasin. Bu borada bahs paydo bo'lishi mumkin. Qay biri afzal? Xalq hukmdorni yaxshi ko'rganimi yoki undan qo'rqqanimi? Odatda ham qo'rqib, ham yaxshi ko'rgani yaxshi deyishadi. Biroq sevgi bilan qo'rquv bir joyda tura olmaydi. Shuning uchun tanlash kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'rquvni tanlash to'g'riroq bo'ladi. Chunki umuman olganda odamlar noshukur, beqaror bo'lishadi. Munofiqlik va aldovga moyil bo'ladi. Ularni xatar haydab turadi, ammo tekin daromad o'ziga chorlab turadi. Yaxshilik qilib tursang, jon dili bilan pinjingga tiqilib, sen uchun hech narsani na qoni, na joni, na bola chaqasi, na mol mulkini ayamasligi haqida va'da berishadi, ammo ularning ishing tushib qolsa, shu zahot sendan yuz o'girishadi. Ularning va'dasiga ishonib biror kor-holning oldini olish chorasini ko'rmagan hukmdorning holiga voy. Chunki buyuk qalb va oliyjanoblik bilan emas, pul evaziga keladigan do'stlikni sotib olish mumkin, ammo qiyin paytda foydalanish uchun saqlab bo'lmaydi. Bundan tashqari odamlar o'zi yaxshi ko'radigan odamdan ko'ra o'zi qo'rqadigan odamni xafa qilib qo'ymaslikka ko'proq tirishadi. Chunki mehr shukrona bilan mustahkamlanadi. Odamlar esa o'z manfaatini deb uning qadriga yetishmaydi. Qo'rquvni esa jazo xavfi mustahkamlaydi. Biroq hukmdor qo'l ostidagilarning qalbiga shunday qo'rquv solishi kerakki, ular uni yaxshi ko'rmagan taqdirda ham hech bo'lmasa nafratlanmasligi kerak. Chunki nafratlantirmay turib ham qo'rquv solish mumkin. Hukmdor nafratga duchor bo'lmaslik uchun fuqarolar ularning ayollariga ko'z olaytirishdan tiyilishi lozim. Mabodo hukmdor kimningdir qatl qilish zarur deb hisoblasa ham, bunga yetarli asos va yaqqol sabab bor bo'lsa, hukmni ijro etishi mumkin. Biroq birovning haqqiga tajovuz qilishdan hazir bo'lishi kerak. Chunki inson otasining o'limini kechirishi mumkin, ammo mol-mulkini tortib olgan odamni kechirmaydi. Qolaversa, mol-mulkni tortib olish uchun sabablar doim yetarli bo'ladi. Agar yirtqichlik bilan kun ko'ra boshlansa, birovning haqqini tortib olishga sabab istalgancha topiladi. Biroq kimningdir qatl qilinish uchun asos topish juda qiyin bo'lib, bunga sabab topish ancha og'ir bo'ladi. Biroq hukmdor katta qo'shinni boshlab borayotgan bo'lsa, berahm deb nom chiqarishga parvo qilmasligi kerak. Chunki shafqatsizlik bilan nom chiqarmagan odam qo'shinning birligi va jangovar tayyorgarligini ta'minlay olmaydi.
Gannibalning ajoyib ishlaridan birini ko'p eslashadi. Begona yurtlarda urushga ketib, g'alaba kunlarida ham, mag'lubiyat kunlarida ham o'likkan va turli millat vakillaridan iborat qo'shinni qo'zg'olon va tafriqadan tiyib turgan. Buning sababi esa uning misli ko'rilmagan shafqatsizligi bo'lib, qo'shin uning harbiy iqtidori va iste'dodi bilan birga bu sifatidan ham hayratda, ham qo'rquvda turar edi. Agar u berahm bo'lmasa, boshqa sifatlari bunchalik ta'sir kuchiga ega bo'lmagan bo'lardi. Biroq tarixiy asarlarning mualliflari bir tomondan bu qahramonlikni madh qilsa, ikkinchi tomondan uni asosiy sababini qoralashadi. Sarkardaning shijoat va iste'dod egasi bo'lishining o'zi kifoya qilmasligini Scipionning misolidan ko'rish mumkin. U nafaqat zamondoshlari, balki barcha insonlar orasida ham g'ayrioddiyligi bilan ajralib turar edi. U haddan tashqari yumshoq ko'ngilligi tufayli askarlardan juda bo'sh qo'yib yuborgan edi. Bunday erkinlik harbiy intizom chegarasidan ham o'tib ketgani uchun uning qo'shinlari Ispaniyada qo'zg'olon ko'targan. Fabi Maskim uni aynan shuning uchun aldab, senat oldida u Rim qo'shinlarini aynitib yubordi degan aynan qattiqqo'l bo'la olmagani uchun Scipion o'zining legatlari bilan lordlarini xonavayron qilayotganini bilib qolsa ham ularning yonini olmadi. Legatni ham haddan oshgani uchun jazolamadi. Senatdagi kimnidir uni oqlamoqchi bo'lib, u xatosi uchun birovni jazolashdan ko'ra o'zini xatoga yo'l qo'ymasligi osonroq bo'lgan odamlar toifasiga kiradi deb bejiz aytmagan edi. Shu ahvolda davom etsa va agar Scipion yakka hokim bo'lsa, uning bu xislati o'z sha'niga dog' tushirib qo'yishi ham mumkin edi. Biroq u senatga bo'ysunar edi. Shuning uchun uning fe'li nafaqat salbiy oqibatga olib kelmadi, balki unga yanada ko'proq shon-shuhrat keltirdi. Shunday qilib, hukmdorni yaxshi ko'rishgani yaxshimi yoki undan qo'rqishganimi degan bahsga qaytsak, mening so'zim shuki, bir odam hukmdorni o'z ixtiyori bilan yaxshi ko'radi, ammo qo'rqqanidan esa hukmdorning ixtiyori bilan qo'rqadi. Shuning uchun dono hukmdor birovga emas, o'ziga bog'liq narsaga suyangani afzal. Faqat zinhor yuqorida aytilganidek, fuqarolarning nafratiga uchrab qolmasliklari kerak xolos.